Toshkent shahri Chilonzor tumani 25-kvartal Dinov kafening shunday ro'parasida 5 etajli dom 4-etajda bir xonali remonti tayyor kirib yashaydigan holatdagi kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Mana hozir sizlarga obzorni qilib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Bu ko'chadan kirib ko'rish eshigi, mana shunaqa uzungina koridori bor. Koridordan kirganimizda chap tomondagi xonamiz zal qismimiz bo'ladi. Zalimizda mana ko'rishingiz mumkin 3 ga taxminan 5 atrofida. Zalimizning orqasida taxminan 1 ga 3 mana balkoni ham bor, ko'chaga qaragan romlari bor. Keyingi koridor bo'ylab yurganimizda bu sanuzlimiz bo'ladi. Sanuzlarni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi kafillardan qilingan. Tayyor kirib yashashga. Bu esa ikkinchi xonamiz bo'ladi. Detskiy bo'ladi hozir, foydalansa bo'ladi. Avval oshxona bo'lgan, oshxonani mana ko'rishingiz mumkin, balkonga chiqarilgan. Bu yoqda rakvina, bu yoqda esa gaz plita. Ko'rishingiz mumkin, ko'chaga qaragan romlari ham bor. Bu kvartiramizni kelganimizda egalari 45 ming deb turgan ekan. Biz talashib tartishib 43.900 ga tushirib qo'ydik. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib